Bu joyga hech kim ish tushmasin. Reanimatsiya xonasi. Mana bunaqangi sharoit ekan. Mana yotog'i, mana bu uskunalari. Birinchi marta hech ishim tushmagan ekan, tushmasin hech kim ish. Bu yerda qanaqa operatsiya bo'ladi? Operatsiya ustaxonaniki. Oyoqdagi ustaxona. Oyoq bo'lsin, qo'l bo'lsin, qabirg'a bo'lsin, beli bo'lsin, singan joy singan bo'lsa, ustaxon singan shu yerda operatsiya bo'ladi. Hozir 4 ta bor, birinchi shu bo'sh ekan, o'zi 3 ta, 4 ta nimasi bor. Hozir ikkisi operatsiya bor ekan bu yerda. Yuring, nima chakirlikchi. Aferin o'g'il. Reforma yarashdi. Ijozat oldik. Reanimatsiya xonasiga, operatsiya xonasiga hech kimga qo'ymaydi. Ruxsat emas bu joylarga kirish. Faqat shu uskunalarni ko'rish, qanday olib borish, operatsiyaning bo'sh vaqtini belgilashdi. Mana bunaqangi dastgoh. Bu dastgohlar Eronnikimi? Saodat Eronda, bu Saodat Eron. Germaniya Saodat Eron-ku bu. Mana buni so'zladi. O'zi. Do'stlar buni Eron. Eron ekan. Bu joyda ham shunaqami? Siniqda kim? Sinig'da 4 ta xonasi bor ekan, lekin 4 taga emas. Operatsiya 4 joyga bo'lar ekan. Shusa kasal ko'p. Siyom. Böyle. Aşağıya nazik in derler. Operatsiya bo'lyapti. Hozir pisalar operatsiya bo'lyapti. Ha, shu ustaxonada. Oyoq operatsiya. Olmaydi. Film yok. Film yo'q, bo'ldi. Xo'p. Keyin qaysi xona? Bo'ldi shu 4 ta. Sen bor. Mana shu holat, shu apparatlar bizda qanday holatda? Nazik 40 metre. Bu motor nazik Operatsiya qilish kerak. Eronlarga baxshlar narxi bor ekan. Просто hamma sharoit bilan sizga qilib operatsiya qilsa, siz ayol ana bu sizni hamma operatsiya qilsa, Eronlarga 140 ming riyol tushar ekan. Chetdan kelgan odamlarga 260 ming. Ha, bu qimmat. Hamma sharoiti bilan. Eronliklar xalqi uchun subsidiya bor. Shunaqangi har bitta operatsiyasida ham, har bir mahsulotida ham, har bir narsasida ham shunaqangi davlat subsidiya ajratgan ekan. Bu ham Saodat Eron ekan apparatlar. Mana shu operatsiya reanimatsiya xonasi. Mamnun, hammaga tashakkur. Adashmadan Ketdik.